Assalomu alaykum bobo dehqonlar. Mana bahor kelgani bilan dalada ishlar ko'paydi. Hozirgi kunda uzumlar ichini ag'daryapmiz. Juda ko'pchilik mana shunaqa motobloklardan foydalanadi. Motobloklarning bitta joyi bor. Yurganda malagazda tekis ishlamay qoladi. Hozir sizlarga yurgizib ko'rsataman. Shunaqa ishlab qoladi. O'chib ham qolyapti. O'z avtomatik gazlab karburator yaxshi ishlamay qoladi-da. Hozir shuni bir tuzatishning oson yo'li bor. Shuni ko'rsatib o'taman. Karburator qismini ko'ramiz. Mana shu bitta yelim bo'lib ketadigan joyi bor mana. Aytib berkaman, shuni yechib olamiz. Keyin mana shu bitta jiklori bor. Shuni chiqarib olamiz. Aytib berkaman. Juda oson mana. Shunday ko'tarsak chiqadi. Mana yelim jiklor. Mana shuning ichida ingichka teshigi bor. Jiklor. O'sha yerdan benzin o'ta. Shega tozalab olamiz. Buni oddiy sim. Antinaning simidan tozalab oldim. Shuni chiqarib. Mana shuni tozalab olamiz. Shundan yurmay qoladi. Keyin uni joylashda bunaqasiga solish kerak. Mana teshigi bor. Bunaqasiga qo'yib qo'ymash kerak. Mana bunaqa tushib qolmash kerak. Shu joyiga e'tibor qilish kerak mana. Uzunasiga. Chunki benzin bunday o'tadi-da, bunaqasiga yuradi. Joylaymiz. Bitta atverkaman, ichi bitta. Joyiga qo'ydik. Bu boltini ham joyiga qo'yamiz. Bu gazning ligirovkasi bu. Hozir bormay qoldi, mana qo'lga qo'yib yuboring. Gazning ligirovkasi. Buni ichkariga buraversak, gaz tezroq bo'ladi. Orqaga qaytarsak, sekinroq bo'ladi. Mana endi yurgizib ko'ramiz. Bu joy gazniki. Orqaga qayirsak gaz pasayadi. Rosa tezlashadi. Mana motoblogimiz 1 soat haydadim men. Ko'p joyini haydab tashladim. Bitta atverkaman sozlasa bo'ladi. Ustaga olib borib, ovoragarchilik qilish hojati yo'q. Ba'zi hollarda ko'rdim, ustalar karburator одноразовый bo'ladi, bir martalik deb yangi karburator bosib berar ekan. 100 ming so'm turadi. Buni одноразовый narsa emas. Buni ichini bemalol ochib tozalasa, ustanovka qilsa bo'ladi.